Qo'lingizni ko'targanda ba'zida esiga kelmay qoladi, bilasizmi? Tilingiz aylanmay qoladi. Sizga nima yaxshiligini Robbingiz biladi sizdan ko'ra. Siz menga mana bu narsa yaxshi deb so'raydigan narsangiz bor. Siz bilmaysiz uni oqibati sizga yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi? Bilmaysiz uni. Ammo Alloh biladi. Shuningchi doim qo'lni ko'tarib so'rash esimizga kelmayotgan bo'lsa yoki doim so'rolmayotgan bo'lsak ham zikrda yuraveraylik-da. Robbimiz aytayapti. Meni zikr qilish shunaqa ovora qilib qo'ydi bu bandami? Nimani so'rash kerakligi esdan ham chiqib qoldi. Hech narsa emas. Chunki aytib deb so'rayotganlardan ko'ra kattaroq narsani beraman deyapti. Ya'ni agar Allohning zikri, Allohning toati sizni mashg'ul qilgan bo'lsa, odamlarga xizmat qilish, haloyiqqa foydam tegsin degan narsa sizni band qilib qo'ygan bo'lsa, Alloh aytayaptiki, ey banda, seni meni rozi qilishing bilan ovora bo'l, bandalarimning xizmati bilan ovora bo'l, sen so'ragandan ziyodasini beraman.